Assalomu alaykum. Yana bel og'riqlaridan bo'lgan bitta kasallik spondilolistis. Spondilolistis kasalligi bu umurtqa pog'onasini kelayotgan og'irligini nomutanosib bo'lgani uchun o'zini o'qidan chiqishi. Ya'ni mana shu turishimiz bo'lsa, oldinga qarab chiqadigan bo'lsa anteriolistis. Orqasiga qarab chiqadigan bo'lsa retrolistis. Yon taraflarga chiqadigan bo'lsa lateralistis deyiladi. Yana buni ikkita turi bor. Stabillashgan spondilolistis va stabillashmagan spondilolistis. Stabillashgan spondilolistisda yon o'simtalari, bo'g'imlar, muskullar siljigan bilan ushlab qoladi. Stabil, sal siljigan bilan boshqa qimillamaydi, qotib turadi. Nostabilda o'ynab qoladi. Pastiga nisbatan yuqorisi umurtqasi egilib turayotganda o'ynab turadi. Shuning uchun nostabil hisoblanadi. Yana buni darajalari bor. Agar umurtqa pog'onasiga nisbatan keyingi umurtqalarga nisbatan siljish 25% gacha bo'lsa, bu birinchi stepen, 50% gacha siljigan bo'lsa, oldinga yoki orqa yoki yonga bo'lsa, u ikkinchi stepen, uchinchi stepen 75% gacha, to'rtinchi stepen 100% gacha siljish hisoblanadi. Endi stabillashgan spondilolistisda qanaqa belgilar bo'ladi? Unda nevrologik belgilar ko'p kuzatilmaydi. Belida doimiy simillovchi og'riq, uzoq vaqt turganda belning toliqishi va og'riqning kuchayishi kuzatiladi. Shu ikkita belgini sezish mumkin. Stabillashmagan spondilolistisda bu umurtqa pog'onasining shu bel umurtqasi o'ynab qolgani uchun ichidagi o'tayotgan nervlarni siqib qo'yishi mumkin. Qisman to'liq siqishi mumkin. Shunga qarab belgilari namoyon bo'ladi. Oyoqlarda kuchsizlanish, oyoqlarda sezgini o'zgarishi, jimir-jimir bo'lishi yoki chumolni yurishi, yoki oyog'ini ko'tarolmay qolishlik, yoki xuddi grijada og'riq berishi, pastga qarab oyoq uchigacha tortuvchi og'riq. Chunki bu yoqdan chiqayotgan nervlar siqib qo'ysa, xuddi grijada radikulyarni og'riq beradi. Va juda ham ko'p siqilgan bo'lsa, konskiy xvost sindromi deyiladi. Kichik tas sohalardagi katta kichik hojatlarda ham beixtiyor bo'lib qoladi. Bu nostabil spondilolistisni 100% operatsiya qilish kerak bo'ladi. Spondilolistis kasalligining sabablari. Birinchisi osteoporoz. Ya'ni suyaklarning murtlashib qolishi hisobiga kelib chiqadi. Ikkinchisi travma hisobiga kelib chiqadi. Uchinchisi yosh o'tgan sayin umurtqa pog'onasida bo'ladigan degenerativ o'zgarishlar hisobiga kelib chiqadigan kasallik. Spondilolistisni qanaqa qilib tekshiramiz? Birinchi rentgenografiya yoki MRT tekshirishlarni o'tkazamiz tik turgan holda va egilgan holatda bemorni yana rentgenografiya bel umurtqasini yoki MRT tekshirishlarni o'tkazamiz. Bunda agar stabillashgan spondilolistis bo'lsa, qo'zg'almay joyida turadi. 25% siljigan bo'lsa 25%. Agar 50% bo'lsa 50% gacha siljimay turadi. Stabillashmagan spondilolistis bo'lsa, bunda shatasa qiladi, o'ynaydi. O'ynagani hisobiga har xil siljish burchaklarini hosil qiladi. Endi stabillashgan spondilolistisni birinchi, ikkinchi stadiyalarda konservativ davolashimiz mumkin. Stabillashmagan spondilolistisni qanday shaklda ko'rinishdan qat'iy nazar asorat bermaslik uchun 100% operatsiya qilish kerak bo'ladi. Chunki baribir bir kun asorat beradi. Undan keyin borib operatsiya qilgancha ezib qo'ygan nervlarni, qari shoklarini
ildizlarni ezib qo'ygani juda ham kuchaygan bo'lsa, qayta tiklanishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun stabillashmagan spondilolistit bo'lsa, 100% operatsiya qilish kerak bo'ladi. Endi davosiga keladigan bo'lsak, birinchisi og'riq qoldiruvchilar, nosteroid preparatlar, NPVS'lar. Ikkinchisi og'ir yuk ko'tarmash kerak bo'ladi. Uchinchisi korset taqib yurish kerak bo'ladi belga. To'rtinchisi elfika mashqlarini olib borish kerak bo'ladi. Qanaqa elfika mashqlari? Bu qorin mushaklarini va bel mushaklarini ko'proq ishlatish hisobiga tonusini ko'paytirib, tonusini oshirish. Xuddi tosh ko'targaningizda qo'lingizni muskullari yoki gantel ko'targanda taranglashib qotadi-ki, xuddi mana shu mashq qilaversa, mana shu muskullar tonusi kuchayadi va umurtqani yaxshi, mustahkam ushlab turadi. O'zi bu hamma bel mashqlari umurtqa pog'onasini tik ushlab turish uchun nagruskani faqat bo'g'imlarga tashlamasdan muskullar hisobiga ham, tonusini oshishi hisobiga ushlab turish uchun ham qilinadi. Chunki muskullar bu yerda kaskad vazifasini bajaradi. Xuddi qurilishlarda burchaklarni chiqarayotganda kaskad qilib armaturadan teradi-yu, xuddi shunaqa kaskad muskullar kaskad hisoblanadi. Ustini yaxshilab yopib ushlab turadi. Umurtqa pog'onasi siljib o'ynab ketmasligi uchun. Uni yopib ushlab turib, umurtqa pog'onasini siljib ketmasligi uchun bu muskullarni tonusini oshirishimiz kerak bo'ladi. Shulardan hozir bitta mashqini ko'rsatmoqchiman. Bitta mashqini ko'rsatmoqchiman. Bu boshqa bel og'riq, spondilolistitda yoki spondiloartrozda yoki sakralitlarda ham hammasida ham yordam beradigan mashq. Chunki bel va qorin mushaklarini tonusini oshiradi, nisbatan taranglashtiradi, umurtqa pog'onasini stabil ushlab turishga yordam beradigan mashq hisoblanadi. Qayta ko'rsatayotgan bo'lsam ham, shu mashq juda yaxshi mashq bo'lgani uchun qaytaryapman. Mana shu mashqni ko'p bajarishimiz kerak bo'ladi. O'ntadan qilib bir kunda minimum 2 marta qilish kerak bo'ladi. Qisqacha mana shular haqida aytmoqchi edim. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirasizlar. Sog' bo'lingizlar.